yozuv tagiga mana shunday fon qo'yishni o'rgataman. Demak, istoriyamizga biz xohlagan rasmni qo'yib olamiz va mana bu programmaga kiramiz, ya'ni Leto shrifti programmasini tortib kerak bo'ladi App Store yoki Play Marketdan. Va Leto shrift programmasi platniy va besplatniy versiyalari bor. Bizda mana shu bemalol shriftlardan foydalanishlaring mumkin. Har xil shriftlar va shuningdek fonlarimiz bor. Bularda Pro va besplatniy versiyalari bor. Biz hozir stiker bo'limiga kiramiz, ya'ni mana bu bo'limiga kirdik. Mana bu yerda mana bo'limlar turibdi. Bunga bosamiz va shundoqqina pastga qaratib ketamiz. Hozir men ishlatadigan ushbu shablon tekin hisoblanadi, ya'ni Pro sizda bo'lmasa ham bu ishlaveradi. Mana bizni o'sha shablonimiz va bizni mana svetlarimiz, ya'ni biz hozirgi fonimizga mos rangimizni tanlab olishimiz mumkin. Mana bizda xohlagan shablonimiz, ya'ni men o'zimni kiyimimga mosrog'ini tanladim va shuni ustiga bossak kopirovka bo'ladi. Va mana bizdagi tayyor o'sha istoriyaga tayyorlab oldik, lekin hali mana ko'rib tursiz, загрузка qilmadim. Shundoqqina tekst bo'limini bosamanda, ustini yana bir marta bossam, menda вставить tugmachasi chiqadi va mana ko'rib turibsizlar, вставить qildim. Mana bu juda ham oddiy. Hattoki ustma-ust qilsalaring ham bo'ladi bu narsani. 2 qavat bizda chiqadi. Bundan ham ko'proq bilim olmoqchi bo'lsangiz, menga obuna bo'ling.